Hammaga salom. Sizlar bilan Javitto va bugun Bek va Miyaga o'rtasida bo'lib o'tgan jangni ko'ramiz. Demak, bizda karta Pustinya va Bek Kitay pexota armiyasi bilan o'ynayapti. Miyago esa Gla полевой general armiyasi bilan o'ynayapti. Demak, radar razvedkaga ketdi. E, Bekdan esa mina, razvedочный mina tushyapti. Xo'sh. Bek kazarma quryapti, demak, yoki zaxvatga chiqadi yoki rash qiladi. Xota va dozer bilan ko'ramiz. Zavod qurildi, supply. Xo'sh, 1, 2, 3. 3 rebel, demak, o'ziniki va Bekni ham neftini olishga harakat qilib ko'radi Miyago. Bekdan 4 ta miniganer dozer bilan demak rash ko'ramiz va ikkita raketchik supply himoyasiga, chunki mana Miyago разрушитель qiladi. Hop, minka ilib qo'ydi. Dozerni olib ketadimi? Yo'q. Dozer ham razvedkachilar bilmadi. Yo'q, dozer o'ldi. Hop, nechga keldi? Miniganer. Zavod taxmin qilishga ulguradimi? Yo'q, qurildi. Supply bilan bosib ketadi Miyago. Xo'sh, razrушитель. Bittasi o'ldi. Qadar ham oladi hozir. Bu kontrol qilish kerak edi, atmay qilsa bo'lardi. Ertaroq raketchikka bosganda. Mayli, demak, supplyga hujumga o'tadi. Zavod bitdi. Bekdan va ikkita rebel keldi. Xo'sh. Yo'q, buni o'ldirolmaydi. Xotan miniganer kuchli juda ham. Hop. Разрушитель ishni qilolmadi. Demak, Miyago o'zini neftini oldi. Bek ham o'zini neftini oldi. Miyago ikkita supplydan o'ynayapti, bitta zavod. Bitta hujumga ketyapti. Bek esa bitta supply bilan hozircha bu dozer mana ikkinchi supply qurishga ketyapti. Va Miyago buni ko'rib turibdi hammasini. Razvedka bor, stealth qo'ygan. O'rtada ketchik o'lib ketdi. Bek centerga joylashishiga bermayapti Miyagoni. Atmayin qildi. Yaxshi. Skorpion spam qilishga o'tdi, demak. Hozircha, bo'ldi mana. Endi aytmoqchi edim, hozircha Miyagoni supplylari himoyasi deb pexotan dragon tez kelib supplylarni urishi mumkin edi. Hop, centerga yana norka quryapti. Bek Miyagoni neftini yo'q qilishga harakat qilib ko'rdi, o'xshamadi hozircha. Hop, Bekdan ikkinchi supply ko'ryapmiz. Hozircha hammasi yaxshi. Bekda ham, Miyagoda ham. Miyago bittadan stinger qurib qo'ydi. Supplydan himoya qilish uchun. Yo'q, naborot qilish kerak edi. BTR buni oldiga borish kerak edi. Dragonlar chalajam bo'lib qoldi. O'ldiradimi? Yo'q, o'ldira olmadi. Bitta ketib qoldi. Yo'q, bitta otsa o'ldi o'zi.
Bek Miyagoni bitta zavodini blok qildi, ikkinchisi bor yana. Yo'q. Buni ham blok qilaman desa bo'ladi. Mina ilib qo'ysa bo'lardi. Qancha bo'lib ketdi? Yaxshi. Mana, yana bor marga. Traktor chiqdi. Miyagoni. Xo'p, Chalajon. Odamni bunga o'tish kerak agar bu bo'sh bo'lsa. Da mana. Bek pехотani yoyib qo'yapti, shunday bosib ketib qolmasligi uchun. Chempionlar. Ularga chiqiy olmayman. Tush kerak. Ha, yo'qtirib qoldi. O'lgandi. Tagichi ko'zi kirib keldi. Skarplarni tagiga. Tagiga yoqqa norka qurilyapti qo'shimcha. Bek cho'ta qo'yib yubordi. Ha. Bu buterdan chiqargan ekan. Bu buter juda ham sekin chiqadi, shuning uchun bitta zavodi bor o'zi. Mana shu spam to'xtab qoldi. Skarpion hujumga keldi o'ng tomondan. Bu menimcha double tracklar urish uchun. Chap tomonga Bek norka qurdi. Of. Xo'pman. Komand sentr urib tashladi. To'qsa traktorda 2. Yaxshi. Oshquldi faqat pexotasi bo'ldi. Olmaz. Xo'sh. Yana bitta to'qsa traktor. Bu safar ancha yaxshi ishlab berdi to'qsa traktor. 5 ta pexotani o'ldirdi. Bek bosh qo'yib yubordi cho'ta. Ha, bu yoqda bitta supply yarimjon bo'lib qolibdi-yu, sapodraklar ishlamayapti. O'rtaga yana bitta supply qo'yapti. Of. Miyagoda уже armiya yig'ildi. Ancha raketchik, bularda urish qiyin. Tak, raketa bor. Taksing upgrade yo'q hali. Taksing upgrade bo'lsa, pexotani ham ancha-muncha ura oladi. Chempionlar katta traktor bo'lmasa ham qadar remont qilib chiqdi bular. Xo'sh, bular meni cho'p tashlaydi bemalol. Ha, yo'q, bizda tursa upgrade yo'q chempionlarga. Xo'sh, katta traktor hozir ancha ish qiladi bu yerda. Bu ham bo'ldi. Bek ancha pacheya bo'ldi shu yerda. Ikkita Skorpion traktor ham bo'lmadi. Obyektda ancha armiyasi yo'qolib ketdi. Miyago Skorpion pachka yerda. Endi qiyin bo'ladi Bekka. Xo'sh. Bekda bor yo'q ikkita zdaniya qo'ygan. Barak qo'yapti. Va command centerda, command center xavfli g'ash qurib qo'yish kerak. Mabodo supply o'lib qolsa, chiqarish uchun kerak bo'ladi. Ko'rdim demayapti-ku bu chempionlar. Oh. Miyagon tomonidan nur qochdi. Neft turyapti. Bek supply qayta qurdi. Qancha pul bor? 18,000 bor. Chapda ham hali bor. Yaxshi. Supplylar
Bittasi ishlayapti, ikkinchisi chalajon. Raketchilar bilan quvib yubordi. Hozircha normalman. Lekin Miyago bazasidan ancha tashqariga chiqdi. Bu yoqqa bitta pozitsiya berdi. Sentrga noka beryapti yana. Neftni yo'qotmadi, keyin remont qildi. Mana yana boryapti. Galani Gala pexotaga qarshi ancha kuchli, boshiga chidab bersa, chunki Norkadan bu yoqdan chiqib, bu yoqdan chiqib hujum qila oladi. Pexota juda ham sekin general. Berlar juda ham sekin yuradi. Hozir bu yoqqa borish uchun mana bu tayyor ketyapti. Borguncha playoff bo'ladi. Zavodni yo'q qilishga ulgurmaydi-ku. Vaksina upgrade olingan skorpionlarga. Endi pexotani ham bemalol urib tashlay oladi. Ular skorpionlar olib qochdi. Qancha ursa olib qo'ysa kerak skorpionlar. Va yana armiya. Tezorotdan Mexikon bo'lib yotibdi. Hop. Miyago suplayni oldindagi suplayga bordi. Ular o'zi himoyalangan. Chunki bu yoqda bitta pozitsiya bor, bu yoqda urushyapti pozitsiya bor. Bek yaxshi boshladi, oxirigacha o'ldira olmadi. Bunda ahvoli tang. To'g'ri yo'qolyapti. Artudar armiyaga. Ko'ramiz qanchalik o'xshaydi. O'xshadi. Ajoyib. To'liq o'ldira olmadi. Bitta skorpion, bitta traktor qolib ketdi. Ancha armiya ketdi bu yerda. Yo'qdagi skorpionlarni ham o'ldirdi. Ko'ramiz qayta tiklana oladimi? Raketchi traktorga qarshi hech nima qila olmaydi. Даже olmadi ham. Hop. Bek Pavshneniyaga Artudar bilan kazarma oldi. Mina tashlab kazarma qurdi. Bu yerdan hech nima chiqmayapti lekin juda. Hop, o'zini supplyni kavla bo'lgan. Sentralniy supplylar yo'q bo'lib ketdi. Supplyga qatnab ishlayapti. Hop, nimadir chiqdi. Lotus. Bu qizaloq nimadir qilishi mumkin. Hop. Qani buni ko'radimikan? Bunday egallab qo'yadi. Buni ko'rmay qoldi. Miyago. Lekin kazarma qanaqa ko'rmadi? Hozir ertaga armiyani Norkaga soldi. Qochish kerak buni. Bu yoqdan Miyago hujum qilyapti. Buni qaytarishga Bekda armiya yo'q. Xo'sh. Bek egallangan zavoddan traktor chiqardi. Hamma qullar o'ldirdi. Yo'lda traktor minaga tushdi. Yaxshi, komandantni egallash mumkin. Zarba oladi. Hop. Miyago bu yoqdan o'rgangan. Miyago zavod, dvorец qurdi уже. Bekda ahvol juda ham yomon. Miyago 3-siflaga chiqqan. Buni hali qayta tiklamadi. Yo'q bo'ldi уже. Bek taslim bo'ldi. Нас разгромили.
Miyago yutib qo'ydi. Yaxshi o'yin. Yaxshi boshladi Beyknur, lekin oxirigacha yetkaza olmadi. Hademsa yaxshi o'yin bo'ldi. Ularga rahmat tomosha vaqt ajratganliklari uchun. Layk va podpiska kutib qolaman.